Bog'cha sohasida ishlaganimizda, agar biz rivojlanmoqchi bo'lsak, brendimizni ushlab qolmoqchi bo'lsak, men o'ylayman, boshqa bog'chadan ustun tomonimiz ajralib turishi kerak. Men o'zimni bog'chamda ustun tomon qilib, Yangiyo'lda ochilgan filialim anaqasida misolda ko'rsatib beraman. Endi qarang, 120 nafar tarbiyalanuvchi bizni nima qildik? 7 kun 7 dan 7 gacha ishimiz dedik. Chunki lokatsiyamiz bozor oldi. Bozorchilar katta ko'pchiligi bilasizlar, vaqtli ochish kerak bozorni va kechroq tugatish kerak. Va ularga nima kerak? 7 kun ishlaydigan joy kerak. Endi qarang, 7 kun 7 dan 7 gacha ishlayapmiz deysizlar. Hamma xodim ham ishlamaydi. 7 kun 7 dan 7 gacha. 5 kun keladigan tarbiyalanuvchiga, 5 kunlik keladigan tarbiyalanuvchiga 1 million qo'ydik. Chunki narx undan balandini unchalik hudud qoplamaydi. Xo'p, 6 kun keladigan tarbiyalanuvchiga aytdik 1 million 250 ming so'm dedik. Va 7 kun 7 dan 7 gacha keladigan tarbiyalanuvchiga biz aytdik 1 million 500 ming so'm dedik. Endi 120 nafar tarbiyalanuvchidan kelib chiqyapti. Qancha pul bo'ladi? 1 millionni hisoblasangiz 120 million pul bo'ladi. 120 million. Bu bizning daromadimiz. Endi qarang, men hozir 6 kunni xodimlarga oylik hisoblaganda 6 kunlik qilib olganman. 6 kunlik qilib olganman. Lekin 7-kun ish uchun, ya'ni yakshanba kuni qo'shimcha ishlagani uchun o'sha bu kunlari qancha bo'ladigan bo'lsa, masalan, xodimni 1 kunlik oyligi 150 mingdanmi yoki 200 mingdan tushadigan bo'lsa, o'sha 1 kunligini qo'shib beryapman.